Abduqodir Husanov haqida tezkor xabar. Assalomu alaykum aziz muxlis. Agarda kanalimizda mehmon bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lishni va videolar davomida bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. O'zbek futbolini dunyoga mashhur qilgan, bugungi kunda Ronaldo bilan teng pul topayotgan Abduqodir Husanov 2004-yil 29-fevralda tug'ilgan. Futbol yulduzimiz 4 yilda bir marta tug'ilgan kunini nishonlaydi. Abduqodir Husanov hayotida katta burilish yaqinda unashtirildi. Futbolchimiz 27-may kunida juda katta tantana bilan to'y marosimini o'tkazadi. Kuni kecha Abduqodirga Gelik avtomobilini sovg'a qilishdi. O'zbekiston terma jamoasi va Angliyaning Manchester City klubi futbolchisi Abduqodir Husanovning transfer narxi oshdi. Transfer Market nashri ma'lumotlariga ko'ra, himoyachi 35 million yevroga baholanmoqda. Hozirda Abduqodir Husanov dunyodagi eng qimmat futbolchilar reytingida 199-o'rinda turibdi. Himoyachi bu ko'rsatkich borasida Angliya chempionatidan 90-pog'onani egallaydi. Manchester City tarkibidagi 12 nafar futbolchi Husanovdan qimmatroqqa baholangan bo'lsa, u dunyodagi eng qimmat markaziy himoyachilar reytingida 39-o'rinni egallaydi. Abduqodir Husanov Osiyo qit'asining eng qimmat futbolchilar reytingida ham yuqoriladi. Futbolchi hozirda Mitoma, Kim Min-jae, Kubo kabi futbolchilardan keyin 4-o'rinni egallab turibdi. Yangilangan narxdan keyin O'zbekiston terma jamoasining umumiy qiymati 70 million yevroga yetdi. Bu ko'rsatkich bo'yicha oq bo'rilar Osiyo qit'asidagi 3-o'rinni egallab turibdi. O'zbekistondan yuqorida ikkita terma jamoa bor: Yaponiya va Janubiy Koreya. E'tiborli tomoni shundaki, hozirda Abduqodir Husanov Osiyoning bir qancha nomdor terma jamoalaridan qimmatroqqa baholanmoqda. Misol tariqasida Saudiya Arabistoni terma jamoasining umumiy narxi 30,65 million yevro hisoblanadi. Shuningdek, Avstraliya 23,75 million yevro, Qatar 23,23 million yevro, Iroq esa 13,98 yevro. O'zbekiston terma jamoasi Markaziy Osiyoda ham yaqqol yetakchilik qilmoqda. O'zbekiston 70 million yevro, Qozog'iston 13,33 yevro, Tojikiston 8,98 million yevro, Qirg'iziston 7,15 yevro, Turkmaniston 2,98 million yevro, Afg'oniston esa 825 ming yevro. Yaqin kunlarda Abduqodir Husanov Ronaldo bilan teng bahslashayotganini barcha tan olgan holda ta'kidlamoqda. Yaqin kunlarda Abduqodir Husanovning 20 yoshli futbol yulduzimizning nikoh to'yida barcha O'zbekiston va jahon bo'ylab yulduzlar qatnashadi. Bu kunni intizorlik bilan kutmoqdamiz. Abduqodir Husanov muxlislari video ostida bir dona like tugmasini bosib, kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldiring.